Muhammad aka zo'ridan yo'qmi? Hali biznesni o'zingiz qilaverasizmi? Bizga ham yarashmaysizmi degan obunachilarim uchun shu biznes ideyani zo'ri bor. Xudo xolisa 5200 talik variantimiz bor. Sotuvga yaqin turibdi. Xudo xolisa sotuvga e'lon qildik. Inshaalloh 5200 ta anjon qilib yuramiz. Narxlarini zo'r narxlarda qilib qo'ydik hoji aka. Olib bizneschani qilaverasizmi? Rossiyaga borib joningizga tegdim aka. Bu jo'jani erta bahor xudo xolisa 1,5 oy hozir olib qo'y 1,5 oy yaxshi dom berib 3000 so'mlik domni berib yaxshi berib tursangiz, xudo xolisa hurmatli obunachilarim 1,5 oy ichida foydaga kirib ketasiz. Ya'ni bir oyda mana men 20 kunda 750 ta jo'jamga xudo xolisa 3,5 million so'mlik don yegizyapman. Boringki mana 4 million so'mlik don yegizyapman. Siz 1,5 oy boqolmaysizmi hoji aka? Bitta olib tashlab beradigan joy yo'q. Narxlarini ham 65 ming so'm qo'ydi atiga. Yangi yil oldi. Bular bahorda bo'lsa bilasizmi? 100 ming so'mdan o'liga sotiladigan jon qo'rdoz jo'jalari. Asl nomer qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa chiroyli narxlarda O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmati bilan qilamiz. Albatta dastlabki xizmatimiz kelishilgan holatda bo'ladi-yu hoji aka. Aloqaga chiqing, siz kutyapti-yu biznesingiz.